Bugundan boshlab sizlar kuzatadigan Dilnorani hayoti butunlay o'zgaradi. Har doim yig'laydigan, har narsaga ko'z yosh to'kadigan Dilnora emas, balki har bir narsadan baxt izlaydigan, doim tabassum qiladigan qizga aylanmoqchiman. Shu vaqtgacha men kuchliman, Allohim menga sabr bergan deb so'ragan ekanman. Yo'q, o'shanda adashganman. Bundan keyin ey Allohim menga berayotgan sinovlaringni yengillashtirib bergan va qilayotgan sabrimni o'zing ajrini bergan, qilayotgan duolarimni ijobatini ko'rsatgan deya duo qilishni o'rgandim. Har bir kunimiz yig'lasak ham, tabassum qilsak ham o'tarkan. Bundan keyin qaytib yig'lash yo'q. Alloh bergan jonimiz o'zimizga omonat. Alloh bergan har bir kunimiz esa g'animatdir. Men nafaqat o'zimni, balki oila a'zolarimni ham hayotini o'zgartirmoqchiman. Hozir biz Qarshi shahriga ko'chib kelganmiz. Qarshini yaxshi bilmaganligim sababli aynan Qarshida meni kuzatadigan kuzatuvchilarimdan bitta iltimosim bor. Qarshida eng yaxshi ingliz tilini o'rgatadigan o'qituvchi yoki to'garakni atmetga qilib ketdingizlar va bundan tashqari katta singlimi salonchilikka qo'ymoqchiman. Eng yaxshi salon o'rgatadigan salonchini ham atmetga qilib ketsangiz, ukam bilasiz, Lagobetga ketadi sentabrda. O'zim esa provaga qatnamoqchiman. Agar provani eng zo'r ishonchli o'rgatadigan prova to'garaklarini ham atmetga qilib ketsangiz, inshaalloh sizlar bilan birgalikda hammasini uddalaymiz. Bu hayotdan faqat dardli kunlarni emas, baxtli kunlarimni aynan sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Meni qo'llab-quvvatlayotgan barchangizga kattakon rahmat.